Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar, videomga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Sojida va solo podkast. Bu solo podkast shunchaki anaqa qiz-qiza deydi turkchasiga. Girl to girl, qizlardan qizlarga, shunchaki qizlar oramizda gaplashib o'tiradigan mavzularimizdan bo'ladi. Ismim Sojida, 26 yoshdaman, oilaliman, turmush qurganman, bir nafar farzandim bor. Bakalavr jahon tillarida o'qiganman, keyin Koreyada magistraturani tugatganman, ingliz tili yo'nalishida. Va hozir O'zbekistonda mustaqil tadqiqotchi mustaqil tadqiqotchi doktoranturasiga hujjat topshirib, endi mana shu semestrdan qabul qilindim, o'qishni boshlayapman. IELTSdan 8 balim bor. Saferdan C1 balim bor. Va asosiy qiladigan ishim ingliz tilidan onlayn dars beraman. Beginner 0 dan boshlab IELTSgacha hamma darajalarga onlayn ingliz tilidan dars beraman. Juda ham katta jamoam bor, assistent teacherlar, administratorlar, xullas shunaqa gaplar. Telegramda blogim bor. Asosan singlimga degan blogimni yuritaman. Opa sifatida singlimga maslahatlarim berib boradigan. Va bu anchadan beri YouTube'ga video qilish niyatim bor. Oldin Koreyada yashaganmiz, o'shanda 3-4 ta videolar qilganman. Juda ham ko'pchilikka foydali bo'lgan, menimcha. Va O'zbekistonga qaytdik magistraturani bitirganimdan keyin va o'zimni xonamda, sevimli xonamda mana shu joyda video olaman deb juda ham xohlagandim, lekin qachondan beri ololmayman. Ishim ko'p, farzandim, oila, o'qish, o'zim ustimda ishlab juda ham ko'p kurslar o'qiyman, ularning vazifalari, ingliz tili kurslarim, xullas kelam anchadan beri bu videolarni ololmasdim, lekin hozir bugun shunchaki uyda kiyib yurgan kiyimlarim bilan shunda o'tirib, shunda video olyapman, chunki buni o'zimga va'da berdim. Bu videoda faqat men to'g'ri yashayman, men idealman, men shunaqa hamma narsani bilaman degan yo'nalishda emas, shunchaki 26 yoshli Sojida sifatida o'rganganlarim, tajribalarim, anglaganlarim bilan sizlarga bo'lishib boraman. Bu yo'nalish asosan turk tilida, ingliz tilida, mana shunaqa amerikanlarning shunaqa podkastlarni ko'p ko'raman. Shunaqa uyda o'tirib, просто tak anaqa zo'r montajli, zo'r anaqa bo'lmay, shunchaki gapirib o'tiradigan videolarni ko'p ko'raman. O'shaning uchun o'zim ham shunaqa dushevniy video olish anchadan beri xohlab yurardim. Bugun shu haqida olishga qaror qildim. Shunchaki olish kerakligi uchun shartta olib tashlayapman. Ideal qilib, qanaqadir mikrofonlar, chiroyli kiyinib, shunaqa qilmasdan boricha qilyapman. Albatta jarayon davomida yana ham o'zgaradi. Yana ham ko'p narsani o'rganaman deb o'ylayman. Bugungi videoda gapirishadigan gaplarimiz asosan o'zim bilan teng va mendan yoshi kichkina qizlarga ko'proq foydali bo'lishi mumkin. Agar siz 35 yoshli erkak bo'lsangiz, bu narsa sizga shuni ham gaplashadimi deb o'ylaydigan mavzu bo'lishi mumkin, lekin biz mana shu gaplashgan mavzularimizni o'ylaymiz, qizlar, ayollar. Xullas kelam, bugun nima haqida gapirishni juda ham ko'p uzoq o'yladim. Va oxiri o'zimdagi o'zgarishlarni eng boshlanishi bu farzandli bo'lish, onali bo'lish mavzusidan boshlashga qaror qildim. Bu faqatgina bolasi bor onalarga tegishli emas, albatta turmush qurmagan va hali farzandi yo'q insonlarga ham tegishli deb o'ylayman. Xullas kelam, mendagi o'zgarishlar, shunaqa ustimda ishlash, yangicha Sojidani tarbiyalash, boshqalar tarbiyalagan emas, hayotimdagi kattalar tarbiyalagan emas, o'zim tarbiyalayotgan, o'zim xohlagan Sojidani tarbiyalash albatta farzandim tug'ilgandan keyin boshlandi. Ungacha hayotim shunchaki yashayotgandek, ya'ni bu degani men hozir romantizatsiya qilmoqchi emasman, bolam tug'ildida hayotimga ma'no keldi, unaqa demoqchi emasman, yo'q. Farzandim tug'ildida hayotimda farzandimga joyi yo'q. Meni bolamga bera oladigan mehrim ortiq, endi qanaqa desam bo'ladi, mehr beraman albatta, yomon ko'raman emas, lekin toqatim yo'q o'sha bolaga. U bola meni hayotimni qiyinlashtiryapti deb o'ylayman. Xullas kelam, ya'ni mendagi asosiy o'zgarishlar farzandim tug'ilgandan keyin boshlandi. O'shaning uchun bugun onalik haqida gapirmoqchiman. Chunki onalik deganda yoki onalikka tayyorgarlik deganda umuman mana turmush qurmagan qizlar ham
farzandi borlar, вообще ikkita uchtadan farzandi borlar ham umuman onalikka tayyorlanish deganda hamma qanaqadir tug'ishga tayyorlanish, bola parvarishiga shunaqa narsalarni tushunadi, lekin onalik degani nima deydi, o'zingga mehring, o'zingga e'tiboring shunchalik yetarliki, o'zingni hayotingni shunchalik normaga solib olgansanki, endi sen butun boshi bitta odamni, bitta insonni mas'uliyatini olyapsan degani. Okay? Ya'ni biz endi bolaga ko'pincha bola-yu deb qaraymiz, lekin uni alohida insonligini his qilish, uni ham bu yerda haligi qisib bo'g'ib anaqa qilmasdan shunchaki davom eta olish, bu juda ham katta narsa ekan. Bu juda ham katta mental kuch kerak ekan. Qo'pol qilib aytganda, bolang tug'ilguncha mana shuncha bo'lgan hayotingdagi hamma muammolaringni o'sha решать qilib bo'lgan bo'lishing kerak ekan. Sen maktab paytida ota-onangdan xafa bo'lganing yoki allambalolardan, allakimlardan xafa bo'lgan narsang bilan ichingdagi shuncha xafalik, hayotingda unutolmagan narsalar, o'xshamay qolgan narsalar, menda o'zi bunaqa bo'lishing kerak degan narsalar, hayotingda o'z yo'lingni topmaganingni tushunish yoki atrofingdagilar meni hurmat qilmaydi, meni qadrlamaydi, meni erim meni sevmaydi, bunaqa qiladi, mana shuncha xayoling bilan yana bitta bolani tug'a olmaysan. Tug'sang ham sen uni qarolmaysan yoki sekin-sekin menda bo'ldi, sekin-sekin 8 oy, 10 oylikdan boshlab sekin-sekin uni ham meni shakllanib, faqatgina seni xohishingga qarab yashamasan, o'zini xohishlari paydo bo'lishni boshlagandan keyin sen uni ko'tara olmaysan, sen uni so'kasan, sen uni urasan, chunki sen mana hayotingni hal qila olmaysan. Sen o'zi hali bolasan, sen hali mental jihatdan bolasan. Xuddiki hayotingda bir nima bo'lsa, voy anonida bunaqa bo'ldi, men o'zi bunaqa yashab turdim, bunaqa deb yashaydigan hali shunaqa darajadagi insonsan. Mental jihatdan sen hali ulg'aymading, lekin seni уже bolang bor. O'shaning uchun ham men buni juda ham xohlayman, hamma qizlar, tim bo'lib erga tegmagan qizlar bilishini-da, erga tegishdan oldin o'zi hayotini anchagina tartibli qilib, nima xohlayman o'zi hayotimdan, menga nima yoqadi, nima yoqmaydi, odamlar bilan nima muomala qilsam yoqadi, nima muomala qilsam yoqmaydi, chegaralarni qo'yish, o'zini qadrini bilish, qadrlanmagan joydan keta olish, uni qadrlamagan insonlardan keta olish. Mana shu narsani erga tegmasdan oldin bitta inson bilish kerak. Erga tekkandan keyin shunga qarab sog'lom munosabat qurib, o'sha joyda o'zini secure his qilgandan keyin, xotirjam his qilgandan keyin o'sha joyda uni asablari, uni nervlari normal, spokойныйda, o'zbekchasiga nima deydi, bir xil stabilniy bo'lgandan keyin u inson уже farzandli bo'lishi kerak. Lekin hammamiz, juda ham ko'pchiligimiz ko'r-ko'rona turmushga chiqqanmiz, erga tegish kerakligi uchungina erga tegamiz. Mayli, endi erga tekkandan keyin ham adaptatsiya jarayoni, o'sha insonni tushunishing, o'sha insonni oilasini tushunishing. Biz bu narsaga hatto qiz bola sifatida e'tibor bermaymiz, qolganlar вообще e'tibor bermaydi. Aslida men 20 yil yashagan uyimni, mana 22 yoshimda turmushga chiqqansam, 22 yil yashagan uyimni, tuzumimni, o'sha insonlarni tashab turib, 100% begona oshxona, begona tuzum, вообще begona, hamma narsa begona-da. Men bilmayman, nashu hojatxonasi qayerdaligini bilmayman. Mana shunaqa uyda umuman tanimagan odamlarim hali bir marta meni qiyin kunimda, yomon kunimda, kasal kunimda men boshimdan kechirgan narsalarni men shunchasini ham bilmagan, men o'zi qanaqaligimni bilmagan, menga nima yoqadi, nima yoqmaydi, umuman bilmagan insonlarning orasiga tushib turib o'zi ashakka moslashib ketishim, bu juda ham katta, o'ta katta mental jarayonda. Bu narsani men даже kelin bo'lib turib o'zim bilmayman. Men qizlar o'zi bilmaydi, конечно, buni kattalar, ammalar, xolalar, qaynona, qaynota, даже er bilmaydi. Sen shuncha miyangda shuncha narsani o'tkazayotganingni o'zing bilmayapsan, o'zing menda shunaqa jarayon bo'lyapti, men mana narsadan qiynalyapman, men mana narsani bilmayman. Men mana narsaga o'rgana olmayapman, men mana narsadan siqilyapman, men hozir yig'lagim kelyapti, men hozir yolg'iz qolgim kelyapti, hozir men uyimga borgim kelyapti, men hozir onamni ko'rgim kelyapti, men hozir borib turib o'zimni onamnikida o'tirib kechki ujinni o'shalar bilan qiyim kelyapti deyolmaysan-da. O'sha narsalarni hattoki tushunmaysan ham, chunki bular shunchaki hayotda bo'lishi kerak narsalarda va hammada oson o'tayotganda, hammada shunchaki bo'lgan narsalar, tabiiy jarayonlarda shunaqangi darajada bizga ko'rsatilganki, biz ham o'zimizdan ham shunaqa narsalarni kutamiz-da, lekin unaqa emas-da. Ya'ni kelinlik
umuman juda ham katta jarayon. Bunda sen o'zingga vaqt berishing kerak. Birdaniga sen unaqa moslashib keta olmaysan. O'zingga vaqt berishing kerak. Atrofingdagilardan bu narsani so'ra olishing kerak. Men mana narsani bilmayman, menga mana narsa yoqmayapti, men mana narsaga o'rganishimga ozgina vaqt kerak deya olishing kerak. Sen ham ularni bilmaysan, qanaqa jarayondan o'tgan, qanaqa qiyinchiliklardan o'tgan sen bilmaysan, lekin ularga komfortni, chunki ular o'zini uyida, o'zini oshxonasida, o'zini hojatxonasiga boryapti, o'zini hammomiga boryapti, o'zini ishlatib yurgan shampunini ishlatyapti, o'zini kiyib yurgan kiyimini kiyyapti, lekin seni kiygan kiyiming даже yap-yangi, hali sen hattoki uyingda kiyib yurgan ana jinicha xunuk lekin komfortni kiyiming bor-ku, yaltiroq emas lekin komfortni kiyib yuradigan kiyiming bor-ku, даже sen o'shani olib kelmagansan. Даже eski cho'tkani olib kelmagansan. Даже yangi shampun, hamma narsa yangida aytdi. Shuncha yangilikka birdaniga moslashish juda ham katta jarayonda, juda ham o'ta katta mental jarayon. Lekin biz bu paytda o'zimizni push qilamiz-da, o'zimizni majburlaymiz, o'zimizga ozgina vaqt bermaymiz. Bo'ldi, mana shu jarayon o'tdi-da, srazi masalan homiladorlik, srazi farzand ko'rish. Aytmoqchi bo'lganim, onalik sizlar ko'pchiligimiz o'ylagandaqa narsa emas ekan. Onalik biz o'ylagandaqa oson emas ekan. Bolani tug'ib qo'ydim, u katta bo'laveradi. Mas yoki bo'lmasam men bolamga o'tirib bir arab tili o'rgatib o'tirsam, ingliz tili o'rgatib o'tirsam, yoshligidan kitob o'qib berib o'tirsam bo'lmaydi. Ya'ni meni ichim tinchlanishi kerak, meni ichimdagi savollarimga javob olishim kerak. Ya'ni men bolamga o'tirib, o'sha kitob o'qib o'tirishim uchun meni miyamda, meni hayotimda hammasi normal, menda hammasi normal ketyapti degandagi qanaqadir o'zimdan qoniqish, hayotimdan qoniqish, atrofimdagi insonlardan qoniqish bo'lish kerak. Lekin ko'pchilik qizlarda ko'raman, bola tug'ildimi, unga manaqa parvarish qilishim kerak, manaqa kitob o'qib berishim kerak, manaqa qilishim kerak, qiladi. Qaysidir oyigacha qiladi, lekin qaysidir momentda o'zi u tugayapti. Chunki bu xuddi nimaga o'xshaydi? Bu nimaga o'xshaydi? Masalan, qanaqadir hamma narsani bunda ochib qo'yapsan-da, уже telefoningda sen hali ko'rmagan 999 ta kino bor. Hamma kinoni yuklab qo'y, lekin hammasini ko'rganing yo'q. Bunda kerak emaslarni bunda o'chirib, xotirangni ochganing yo'q. Sen lekin tinmasdan video rasmlarga olib, telefonning xotirasini to'ldirib ketyapsan. Va o'zingiz ham o'sha xotirasi to'lgan telefonga o'xshab sekinlashishni boshlaysiz. Anaqa o'chib yonishni boshlaysiz, sekin ishlashni boshlaysiz, ishlamaslikni boshlaysiz, вообще buzilib, o'chib yo'q bo'lib ketasiz-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, insonning hayotiga o'sha обработка kerak-da. Turmushga chiqquncha bitta обработка kerak. O'zi turmushga chiqquncha hozir mana shu hayotimda nima bo'ldi? Ota-onangdan olmagan narsangni, ko'pchilik qizlarda nima bo'ladi? Ota-onasidan olmagan mehrini eriga tegib, eridan olmoqchi bo'ladi, qaynotasidan olmoqchi bo'ladi. Ya'ni qara, sen erga tegguncha, shu ota-onangdan, aka-singillaringdan erga tegguncha ololmagan narsalaringchi erga tegib turib shundoq yechilib ketmaydi. O'sha muammoing qoladi-da, ustiga yana qo'shiladi. Sen mana erga tegishdan oldin o'tirib turib qarashing kerak-da. Mana seni otang yo'qmi yoki senga otang mehr bermaganmi? Shunaqa zerski insonmi, shunaqa qo'pol insonmi, yoki onang o'zini hayotidan ortib senga mehr bera olmagan, o'sha mehr senga hech kim bera olmaydi. Yo o'tirib gaplashib, vaqt o'tib, o'sha onang bilan nimadan xafa bo'lganing, nima bo'lgani, mana shular hal qilib birdaniga bo'lmaydi. Erga tekkandan keyin 10 yil, 15 yildan keyin bo'lishi mumkin, lekin sen o'sha mehrni yo onang tirik bo'lsa o'sha onangdan olasang, otangdan olishing mumkin yoki o'zing berishing mumkin. Mana menda deylik, ko'pchilik qizlarni bilaman, otasi yo'q. Otasini mehrini ololmagani uchun ham, e'tibor kerakligi uchun ham liboy yigit bilan gaplashib ketadi. Lekin liboy yigit senga o'sha otangning mehrini baribir berib qo'ya olmaydi. Yo o'sha otang topasan, o'lib ketmagan bo'lsa, o'sha inson bilan gaplashib, aslida u seni yaxshi ko'rishini, aslida, ya'ni u ham shunchaki bitta inson hayotidagi qaysidir muammolardan o'tolmadi. Bilmayman, o'sha hayotida nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin, bilmadim, hammasi ham inson unaqa bilib, ko'rib, anglab, ongli ravishda yashamagan.
topib ko'rib o'sha insondan mehr olishing mumkin. A variant. B variant, ha, menda shunaqa bo'ldi, lekin mana endi men bu yog'iga o'zimning ko'nglimga qarayman. Endi bu yog'iga men o'zimga hech kimdan gap tekkizdirmayman. Endi bu yog'iga o'zim xohlagan narsamni yeyman. Endi bu yog'iga men xohlagan kiyimimni kiyaman deb turib o'zingga o'zing o'sha mehrni berishing mumkin. Xolos, o'zingga yetishmagan mehrni hammadan qidirishing, tем более erga tekkan oilangdan qidirishing kerak emas. Chunki erga tekkan oilangga umuman yarim odamni, mehri yarim odamni kutayotgan emas, katta ehtimol bilan. Ularga ham butun inson kerak. O'ziga ishongan, o'ziga yetarli, o'zini nima xohlayotganini biladigan, o'zini kerak joyda himoya qiladigan, kerak bo'lsa mehr berib, kerak bo'lsa mehr ola oladigan butun inson kerak o'sha oilaga. Odatda mana shunaqa mehri yarim odam qanaqa insonlarga keladi? O'zi ham yarimta insonlarga keladi. Ya'ni ularda ham nimadir, deylik, yarim narsa bor, to'lmagan narsa bor. Sen bilan to'ldirish xohlaysan, sen undagi yarim bilan to'ldirish. Ikkita yarim bunda bir-biringga bunda baribir tusha olmaysan-da, baribir ham bo'lmaydi. Chunki mana o'sha yarim qoldirgan narsa nima? Kimda? Otamdami, onamdami, akamdami, opamdami? Men o'sha o'zimni yarmim bilan o'shani to'ldira olaman xolos. Meni yetimdagi kentik joyim faqat o'sha odam to'ldiradi. U bo'lmadimi? Adekvat inson sifatida, ulg'aygan inson sifatida men o'zimni to'ldira olaman xolos. Boshqa odam men вообще Angliya qiroliga teksam ham, Angliya shahzodasiga teksam ham-da, meni u to'ldirib bera olmaydi. Menga moddiyat olib bersin, menga вообще gelik olib bersin, menga olam qurib bersin, meni o'zimga shaxsiy orolcha olib bersin, menga butun dunyoni ko'rsatsin, lekin men ichimda yetishmayotgan narsani mana shu odamdan kutayotgan bo'lsam, men hech qachon ko'nglim to'lmaydi. Chunki meni ichimdagi yarani kim ochgan, ichimdagi kemtiklikni kim ochgan? Faqat o'sha odam to'ldiradi yo o'zim to'ldiraman. Bu inson bilan umuman boshqa narsa. U meni ichimdagi yaralarimni to'liq to'g'rilashga majbur emas. Хорошо, ya'ni insonning hayotiga обработка kerak. Erga tegansam, erga tekkunizcha bo'lgan hayotingizni bitta qabul qilib oling. Ha, mana shu meni xolam, ha, mana shu meni ota-onam, ha, shunaqa kambag'aldir, ha, meni shunaqa o'qitolmagandir. Ya'ni ulardan uyalish, ulardan jirkanish, ularni oldida aybdorlik his qilish, ularni oldida ularni qiynab qo'ydim deb o'ylash, bir nima hammasini oddiy oson qabul qilib, ular bilan munosabatlaringizni to'g'rilab olingda, keyin erga teging. Keyin erga tekkaningizdan keyin bu yoqdagi munosabatlaringizni yo'lga qo'yganingizdan keyin, hayotingizni yo'lga qo'yganingizdan keyin o'zingizga sizni juftingiz bo'lib turib, siz turmush o'rtog'ingiz ham bo'lib turib, unga ham mehr berib, o'zingizga ham mehr. Avvalo o'zingizni sevib, o'zingizni hurmat qilib, o'zingizdan ortganiga keyin uni ham sevib, mehr berishni o'rganib olganingizdan keyin ana endi uchinchi odam keyin sizni hayotingizga bola kirsa bo'ladi. O'shanda o'sha bolani mundoq qilib tashamaysiz. O'shanda himoyada sal hayotingizda muammo bo'lsa, uni urib tashamaysiz. Sal hayotingizda muammo bo'lsa, keyin uni so'kib tashamaysiz. Yoki masalan, urmasangiz ham, so'kmasangiz ham o'ta katta kuch bilan o'zingizni qilib majburlab bosmasdan oddiy, oson hammasi bo'ladi. Ya'ni hayotingizga bitta обработка kerak. Bitta anu oldingi xafaliklar, oldingi narsani bitta nollashtirib olish kerak. Okay? Xullas kalom, demak, men farzandli bo'lganimda shunaqa nollashtirishlarni hech qaysi birini qilmaganman. U yoshligimdan kelgan hamma xafaliklarim, menga nohaqlik qilingan deb o'ylagan vaziyatlarim hammasi kelgan va farzandni tug'ilgan. O'zini sevmagan inson hech kimni seva olmaydi. O'zini hurmat qilmagan inson hech kimni hurmat qila olmaydi. O'ziga ona avvalo o'ziga yetarli bo'lishi kerak. Va farzandim xuddi men yoshligimda qanaqa bo'lgan bo'lsam, shunaqa bo'lishini kutishni boshlaganman, baqirib, tartibli qilib, mana narsaga o'rgataman, mana rejimga o'rgataman deb shunaqa qilishni boshlaganman. U, конечно, o'zini fikri bor, o'zi nima bilsa o'shani qiladigan, shunaqa bola bo'lgan. Boshida tushunmaganman. Menda shunaqa vaziyat bo'lganki, o'sha bolamni qanaqadir uribman, lekin qanaqadir siltadim, u yig'layapti. Qarab turib, xuddiki o'zimni kichkinaligimdagi Sojida menga qarab yig'layotgandek his qilishni boshladim-da. Chunki o'g'lim meni yoshligimga o'xshaydi yoki men o'xshataman, bilmayman, o'xshaydi. Uni shunaqa sho'xliklari, harakatlarini ko'rib o'zim maza qilaman. Aslida men ham shunaqa sho'x bo'lishi, shunaqa energetik bo'lishi juda ham xohlaganman, xohlayman. Ya'ni u men qanaqa bo'lishni xohlagan bo'lsam, shunaqa bo'lar.
va shuni o'qishni boshladim, o'rganishni boshladim va avvalo bolamni tushunish uchun o'zimni tushunishim kerakligi. Men o'zimni inson deb qabul qilishni boshlasam, xato qilishim mumkin, hamma ideal emasman, hamma oddiy bandaman, men insonman, men endi 26 yoshman, endi tushunyapman. Shunaqa deb qarashni boshlaganim sari keyin farzandimda ham o'zgarish bo'lishni boshladi. Ya'ni men bolamga ham, bu bola-yu, endi 7 oylik-u, endi 1 yoshku, endi tushunadi-da, endi o'rganadi-ku deb qarashni keyin boshladim. Ya'ni o'zim ustimda juda ham ko'p ishlashimga to'g'ri keldi. Aytmoqchi bo'lganim, onalik deganda bu faqatgina bolaga kitob o'qib berish, bolani tilni o'rgatish, bolaga nimanidir yodlatish emas ekanda, bolani tozalikka o'rgatish, bla 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 blaga o'rgatish emas ekan. Bola bu o'zi alohida mustaqil shaxsligini tushuna olish va unga shunaqa erkinlik bera olish, unga shunaqa oddiy qarorlar tushunasiz. Masalan, siz meni o'rtog'imsiz-da, 26 yoshli o'rtog'imsiz. Meni suvimda to'kib yubordingiz. Nima qilding deb tarsitib uramanmi yo nima qilding deb so'kamanmi, gilamimni nima qilding deb baqirib tashlaymanmi? Yo'q. Chunki 26 yoshli katta insonsiz. Men sizni hurmat qilaman-da. Men sizga unaqa baqirib tashlamayman. Unaqa reaksiya bildirmayman. Men даже sevimli stakanimni sindirib qo'ysam, voy rosa kerak edi, voy shunaqa reaksiya bildiraman. Lekin nimaga men bolamga meni sevimli qimmat stakanimni sindirib qo'ysa baqirib tashlashim kerak, urib tashlashim kerak. Yonimda o'zim bilan bir xil statusdagi, men bilan bir xil Allohning mehrini olgan bitta inson turibdi-da, u odam, tushunyapsizlarmi? U kichkina, lekin odam. O'zimiz yoshligimizda esaylik, biz hamma narsani tushunardik, biz hamma narsani bilardik. Kattalar gaplashgan hamma narsani bilardik, to'g'rimi? Lekin o'zimizni bilmaganday tutib yurardik. Chunki atrofimizdagilar bu yosh bola-yu deb qarardi-da. Lekin men hozir o'g'limga umuman yosh bola-yu deb o'ylamayman. O'zini dunyochasi va u hamma narsani biladi, hamma narsani tushunadi. U shunaqa alohida odamcha-da, insoncha. Men bilan teng. Men o'g'limdan kechirim so'rayman. Nimadir qilib kiyintirayotganda qattiq deb ketsam, ay deydi, o'chir ovozingni, kiyinasan deb ketmayman-da. Voy kechirasan, tegib ketdimi? Bilmay qolibman deb tushuntiraman o'sha narsani-da. Endi shunaqa darajada uni insonligini tushunish uchun o'zimni insonligimni tushunishim kerak ekan. Xullas kalom, bolaga normal onalik qila olish uchun hayotingizni tartiblab olishingiz kerak. Tartiblab olish uchun hayotingizda shu paytgacha bo'lgan muammolarni bunday unutib olishingiz kerak, o'zingizga berishingiz kerak. Uni unutib olish emas, tan olishingiz kerak, tushunishingiz kerak. Va onalikka tayyorgarlik qilishda, turmushga tayyorgarlik qilishda hamma qizlar ham xohlardimki, kitob o'qib, yo endi o'qinglar, albatta o'qinglar, o'qimanglar deb, lekin romantizatsiya qilmanglar. Masalan, voy meni bolam tug'ilishi bilan bunaqa bo'lib ketdi, bunaqa bo'lib ketdi. Ya'ni bola unaqa romantizatsiya qiladigan narsa emas-da, u insonda, hayotingga bitta inson tushdi va seni bo'yingda bitta insonning mas'uliyati bor va u sendan ko'chiradi, kopiya qiladi va shunchaki sen o'zingni tarbiyalashing kerak. Okay? Romantizatsiya qilishinglarni xohlamasdim. Turmushni ham romantizatsiya qilish. Mana endi shuncha muammoim bor, hayotimda bunaqa muammolarim bor, erga tegaman. Hammasi hal bo'ladi. Unaqa emas, chunki erga tekkan odamning ham muammolari bor va u seni hayotingning mas'uliyatini 100% olmaydi, ola olmaydi. Albatta oladi, seni mas'uliyatingni qanchadirini oladi, hal qilib beradi, lekin 100% emas. Okay? Chunki sen bitta butun odam bo'l, bitta butun shakllangan o'zingni mas'uliyatini ola oladigan, mana bu xato kamchiliklaring, ichidagi kamchiliklaring yo'q, butun odam bo'l. Senga butun odam uchraydi. Ikkita butun odam mana shu teng yuksalasizlar, tepaga chiqasizlar. Lekin sen yarimta bo'lganda, nimadir muammolaringni kelib hal qilib beradi deb o'ylaganda, eram keladi-da, nimalarnidir xotinim hal qilib beradi deb o'ylashni boshlaydi. To'g'ri, moddiy muammolarni bo'lmasligi mumkin. Lekin xotiniga ham ko'p mas'uliyat yuklaydigan yoki bo'lmasam ozgina payt sana mas'uliyatini olib turib keyin zerikadi, charchaydi. Katta odam bolasi, katta odam mas'uliyatini olishdan charchaydi. Moddiyni aytmayapman. Men shunchaki emotsional mas'uliyatini, muammolaringni yechib berish, seni har doim siqilib bo'lsang yupatib bir nimalar qilish mas'uliyatini qanchadir vaqt oladi-da. Keyin zerikib shunchaki ignor qilishni boshlashi mumkin yoki qochishni boshlashi mumkin. Agar u ham yarimta bo'lsa, sen butunlash, yoningdagi inson butunlashadi. Okay? Hamma o'zi butun bo'lishi kerak. Ikkita butun adekvat fikrlaydigan katta insonlar birga yashab, butun bolalarni katta qilasizlar.
Xullas kalom, turmushga tayyorlanayotganda, farzandga tayyorlanayotganda albatta eng birinchi inson e'tibor berishingiz kerak bo'lgan inson albatta sizlar. Albatta sizlar. Qaranglar, men adekvat fikrlaydigan, zo'r inson bo'lsam, men katta ehtimol bilan o'zimga o'xshagan inson bilan turmush quraman-da. Men bu narsa not under the question. Lekin u menga to'g'ri kelmasa, o'sha unashtiruvimizda yo uchrashuvimizda yo boshida yo bu narsa buzilib ketishi mumkin. Katta ehtimol bilan. Yoki bo'lmasam, men turmushga chiqqanimdan keyin mana bundoq yashab kelib turdik, sirazi farzandli ham bo'lmaganmiz. To'yimizga 2 yilcha bo'lganda farzandli bo'lgan bo'lsak, farzandli bo'ldi, men o'zgarishni boshladim-da. Ko'p narsani anglab, tushunib, o'zim ustimda ishlayapman. Конечно, bitta odam o'sgandan keyin yo yonidagi odam ham unga qarab o'sishga majbur-da. O'sadi. O'zi bilmagan holda o'sadi. Chunki bir-biriga moslashish kerak u insonlar. Agar bittasi o'sib ketaversa, bittasi joyida qolaversa, yo men tanqidlarni qabul qilmayman, yo men bunaqaman, yo menda hammasi to'g'ri, yo unaqa, yo bunaqa deb mana shunaqa qilib o'tiraveradigan bo'lsa, ikkalasi birga yasholmaydi. Baribir qachondir rivojlanayotgan odam rivojlanib chiqib ketadi. Ikkalasi birga rivojlanishi kerak, ikkalasi gaplashishi kerak, ikkalasi fikrlashishi kerak. Sani xatoyini o'sha inson aytmasa kim aytadi-da? Ya'ni bir-biringni ya'ni o'zingni ustingda doimo ishlab, aslida birga rivojlanish kerak. Okay? Xullas kalom, shunaqa gaplar. Bugun men onalik haqida gapirishga harakat qildim. Yana savollar bo'lsa yozinglar, keyingi videolarni nima mavzularda olay, nima mavzular sizlarga qiziq, nima mavzular haqida gapirsak bo'ladi. Va nima tushunganinglarni, nima anglaganinglarni, bu haqida fikringlar qanaqaligini ham albatta yozinglar. Albatta backgroundim haqida, xonam haqida maqtalgan fikrlarni ham qabul qilaman. Hammaga rahmat, vaqtinglarga rozi bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Bye.